Odamlar oltin yig'ishni yaxshi ko'rar ekan. Xo'p, nima uchun? Shunchaki kelajak uchun. Lekin kelajakda nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ular oltinlarni taqishadimi? Yo'q, sandiqqa solib qo'yishadi. Ruhiy odam o'zini boy his qiladi, bir oz bo'lsa ham. Odamlarda to'y degan marosim bor. Ha, eshitganman, xursandchilik. Yo'q, bu marosim kim ko'proq qarz bilan kirishini aniqlash marosimi. Odamlar to'yda oltin sovg'a qilishar ekan. Ba'zi odamlar oltinni kreditga olib sovg'a qilishar ekan. Nimaga kreditga oladi? Chunki odamlar nima deydi degan gaplar foizsiz kreditdan qimmatroq. To'y tugagach bu oltinlar nima bo'ladi? Ishlatishadimi? Avval Instagram, keyin sandiq, keyin kredit yopish uchun ishlatiladi. Demak, bu oltin boylikmi? Yo'q. Bu ijtimoiy bosimning yaltiroq ko'rinishi. Biz maymunlar to'y qilmaymiz, shuning uchun erkinmiz. Odamlar bo'lsa bir kun xursand bo'lib 5 yil to'lab yurishadi. Bu odamlar o'zini qiynashni yaxshi ko'rar ekan-a? Shuni o'rniga ixchamroq to'y qilib, oltinlarni ham sal kamaytirib, xotirjam yashasa bo'ladi-yu. Ha, unda odam bo'lmay qoladi-yu. Mana ixchamroq oltinlar kerak bo'lsa, Durdekka murojaat qilsanglar, xohlagan grammda oltin slitkalarini qilib berishadi.